Turon harb ishi tarixining ildizlari eng qadimgi davrlarga borib taqaladi va uni yoritish uchun arxeologik ashyolar, xalq og'zaki ijodi, elshunoslik namunalari, turkiy, so'd, xitoy, arab, fors, suryoniy, ozarbayjon, arman, yunon, lotin, rus va boshqa tillarda ko'plab yozma manbalarni ilmiy muomalaga kiritish kerak bo'ladi. O'zbek davlatchiligida muhim o'rin tutib kelgan harb ishi tarixini chuqur va manbalar asosida o'rganish masalasi so'nggi yillarda ustuvor vazifaga aylandi. Bunda harbiy qo'mondonlik tizimi, qo'shinlarning tashkil etilishi, qurol-yarog', jang san'ati va mudofaa inshootlari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek ularning davlat boshqaruv va taraqqiyotida tutgan o'rnini belgilashga alohida e'tibor berilmoqda. Fanlar akademiyasi tarix instituti tomonidan o'tkazilgan yozma manbalarda Turon harb ishi tarixi birinchi ellar aro ilmiy yig'ini ushbu yo'nalishda tadqiqotchilarni keng yo'lga qo'yish, bu boradagi ilk ilmiy natijalarni e'lon qilish, mazkur sohadagi muammolarni aniqlash va ularning yechimini topishga qaratildi. Yig'inning asosiy qismi yakunida o'zaro savol-javoblar va muhokamalar qizg'in tarzda o'tdi. Taniqli olimlar hamda mutaxassislarning tegishli tavsiya mulohazalari tingladi. Yozma manbalarda Turon harb ishi tarixiga bag'ishlangan ilmiy yig'inda muhokama etilgan masalalar o'zbek harb ishi tarixi bo'yicha bor muammo va bo'shliqlarni, shuningdek bu yo'nalishda amalga oshirilishi zarur bo'lgan ilmiy hamkorlik va tashkiliy ishlar ahamiyatini yaqqol ko'rsatib berdi. Yig'in yakunida uni an'anaga aylantirish taklifi ishtirokchilar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Yozma manbalarda Turon harb ishi tarixiga bag'ishlangan bugungi xalqaro ilmiy yig'inimiz harb ishi tarixiga bag'ishlangan. Aynan yozma manbalarda Turon harb ishi tarixiga bag'ishlanishi bejiz emas. Chunki Turon harb ishi tarixiga bag'ishlangan juda ham ko'plab yozma manbalarimiz bor. Ular turkiy tildan, arab, fors, xitoy, so'd, suryoniy, arman tillarida bir nechta manbalarimiz juda ham ko'p. Va shu bilan bir qatorda Turon harb ishi tarixi juda ham taraqqiy etgan, o'zini yuksak cho'qqisiga erishgan. Shu bilan bir qatorda Turon harb ishini boshqa xalqlar tomonidan o'zlashtirish holatlari ham juda ham ko'p. Shu nuqtai nazardan mana shu yozma manbalarda Turon harb ishi tarixini demak shakllanishi, rivojlanib borishi, taraqqiyoti va uni o'zgarib borish natijalarini bugungi kunda ilmiy amaliy anjuman doirasida ilk ilmiy yangiliklar taqdim etilyapti. Shu bilan bir qatorda bu ilmiy anjumanimizda nafaqat milliy tarixchilarimiz, balki xorijning mutaxassis olimlari ham ishtirok etyapti o'zlarining ma'ruzalari bilan. Jumladan biz turkiyalik olimlarni va ozarbayjonlik olimlarni bugungi ilmiy yig'inda ma'ruzalarini tinglayapmiz. Bugungi ilmiy anjuman doirasida biz demak birinchi navbatda yozma manbalarda tilga olingan ilk turkiy xalqlarning, turkiy sulollarning harbiy tarixi qanday bo'lganligi, ularning harbiy mahorati qanday bo'lganligi, harbiy sharoitlarda, harbiy boshqaruvda, harbiy mahoratda ular qanday usullarni, qanday mahoratlarni qo'llaganligi va shunday harbiy kuchga ega bo'lib, qanday ulkan saltanatlar tashkil etganligi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni ma'ruzalar jarayonida tingladi. Albatta bu ma'ruzalar nafaqat o'zini muhimligi bilan bir qatorda, shuningdek bu arab tilidagi yo bo'lmasam fors tilidagi manbalarning ilk marotaba ilmiy muomalaga kiritilishi bilan ham ilmiy yangilik hisoblanadi va bu ilmiy yangiliklar kelajakda yanada kengroq talqin qilinadi, kengroq ommalashtiriladi va bu ilmiy yangiliklar butun ilmiy jamoatchilikka taqdim qilib boriladi.